Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun sizni juda muhim va dolzarb mavzu bilan tanishtirmoqchiman. 2026 yildagi pensiya indeksatsiyasi haqidagi yangi tafsilotlar ko'pchiligingizning uyqusini o'g'irlayotganini, oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qilishini bilaman. Bu shunchaki bir quruq ma'lumot emas, balki sizning ertangi kuningiz hayotingizning muhim bir qismi bilan bog'liq. Shuning uchun bugungi videomiz sizning kelajagingizni aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hozirgi lahzadayon kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlar eshitishi shart. Pensiya indeksatsiyasi deganda nima tushuniladi? Bu nafaqalarning inflyatsiya darajasiga yoki turmush darajasining o'sishiga mos ravishda qayta hisoblash. Ya'ni shunchaki oshirish jarayonidir. Ilgari bu jarayon ko'pincha hukumatning alohida qarorlari yoki prezident farmonlari asosida amalga oshirilardi. Misol uchun, ma'lum bir sanada barcha pensiya oluvchilarning nafaqasi deylik 12% ga oshirilishi e'lon qilinar edi. Bu usulning o'ziga yarasha afzalliklari bor edi. Ya'ni u tez va barcha uchun bir xilda ta'sir qilardi. Biroq bu har doim ham inflyatsiyaning real darajasini qoplab, nafaqaxo'rning xarid qobiliyatini saqlab qolavermasdi. Ba'zan faqat ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun oshirishlar bo'lar. Bu esa boshqa toifadagi aholi orasida noroziliklarga sabab bo'lishi mumkin edi. Eng muhimi, bu jarayon tizimli emas, balki vaziyatdan kelib chiqqan holda amalga oshirilardi. Endi esa 2026 yildan boshlab joriy etilishi kutilayotgan yangi tizim haqida gaplashamiz. Asosiy o'zgarish shundaki, pensiya indeksatsiyasi endi muntazam va avtomatlashtirilgan tarzda ma'lum bir aniq formula asosida amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Bu shuni anglatadiki, endi har yili davlat rahbariyatining alohida farmoni kutish shart bo'lmaydi. Yangi tizim inflyatsiyaning real darajasiga ko'proq moslashishni, iqtisodiyotdagi o'zgarishlarni hisobga olishni va nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini doimiy saqlab turishni maqsad qilgan. Eng katta o'zgarishlardan biri shuki, endilikda ishlayotgan nafaqaxo'rlarning pensiyalari ham muntazam indeksatsiyadan o'tkazilishi mumkin bo'ladi. Bu esa ilgari ko'pincha tortishuvlarga sabab bo'lgan bir masala edi. Avvalgi tizimda ko'pincha ishlayotgan nafaqaxo'rlar inflyatsiya hisobiga qo'shimcha daromad olsa-da, ularning pensiyalari indeksatsiyaga tushmasligi holatlari kuzatilardi. Yangi tizim esa bu adolatsizlikni bartaraf etishga qaratilgan. Keling, endi 2026 yildagi yangi pensiya indeksatsiyasi qoidalarini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu qoidalar kimlarga taalluqli bo'ladi? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar esa xavotir olmasa ham bo'ladi? Eng avvalo shuni ta'kidlash lozimki, bu o'zgarishlar barcha nafaqaxo'rlarga, ya'ni yoshga doir nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilarga tegishli bo'ladi. Ammo asosiy diqqat ishlayotgan nafaqaxo'rlarga qaratilgan bo'lishi kutilmoqda. Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim jihatlardan biri shuki, indeksatsiya endi har yili, masalan 10 aprel yoki 10 iyul kabi aniq bir sanada avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Bu sanalar hali aniq tasdiqlanmagan bo'lsa-da, ularning muntazamligi asosiy g'oya hisoblanadi. Indeksatsiya miqdori esa o'tgan yilgi inflyatsiya darajasiga va mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sish sur'atiga bog'liq bo'ladi. Hukumat ma'lum bir formulani ishlab chiqadi va bu formulada inflyatsiya va o'rtacha ish haqi o'sish koeffitsentlari ishlatiladi. Bu shuni anglatadiki, agar inflyatsiya 10% bo'lsa va o'rtacha ish haqi 25% ga oshgan bo'lsa, pensiya indeksatsiyasi bu ikkala ko'rsatkichning ma'lum bir nisbati asosida hisoblanadi. Bu mexanizm pensiyalarni iqtisodiy vaziyatga moslashishini ta'minlaydi. Kimlar bu yangiliklardan xavotirlanishi kerak? Avvalo, ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Agar siz pensiya olgan holda rasmiy ravishda ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz, ilgari pensiya indeksatsiyasi sizga tegishli bo'lmasligi mumkin edi. Ammo yangi qonunchilikka ko'ra, endi sizning pensiyangiz ham xuddi ishlamayotgan nafaqaxo'rlarning pensiyalari kabi indeksatsiya qilinishi rejalashtirilmoqda. Bu juda katta o'zgarish bo'lib, sizning daromadingizning barqarorligini ta'minlaydi. Biroq shuni ham unutmaslik kerakki, ba'zi holatlarda agar sizning ish haqingiz pensiya miqdoridan ancha yuqori bo'lsa, indeksatsiyaning aniq ta'siri kamroq sezilishi mumkin. Bu yerda asosiy e'tibor pensiyaning xarid qobiliyatini saqlab qolishga qaratilgan. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Ishlamaydigan nafaqaxo'rlar, ya'ni yoshga doir pensiyani olib, ish faoliyatini to'xtatgan shaxslar uchun bu yangiliklar asosan ijobiy. Ularning pensiyalari har doimgidek indeksatsiya qilinadi.
Faqat endi bu jarayon yanada shaffof va muntazam tus oladi. Shu bilan birga nogironlik pensiyasini oluvchilar va bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar ham yangi indeksatsiya tizimining barcha afzalliklaridan foydalanadilar. Ular uchun ham pensiyalarning xarid qobiliyatini saqlab qolish va real qiymatini oshirish asosiy maqsad bo'lib qoladi. Keling, bir nechta real hayotiy misollar orqali bu o'zgarishlarni ko'rib chiqaylik. Raqamlar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Misol 1, ishlayotgan nafaqaxo'r Alisher aka. Alisher aka 2024 yilida pensiyaga chiqqan. Uning pensiya miqdori 2 million so'm. U maktabda ish faoliyatini davom ettirmoqda va har oy 3 million so'm ish haqi oladi. Eski tizimda Alisher akaning pensiyasi 2025 yilda inflyatsiya hisobiga oshirilmas edi, chunki u ishlayotgan edi. U faqat ish haqining oshishiga umid qilishi mumkin edi. Yangi tizimda esa tasavvur qilaylik, 2025 yil natijalariga ko'ra inflyatsiya 10%, o'rtacha ish haqi o'sishi esa 2% ni tashkil etdi. Yangi indeksatsiya formulasi bo'yicha pensiya 1% ga oshirilishi belgilandi. Demak, 2026 yilning iyul-aprelidan boshlab Alisher akaning 2 million so'mlik pensiyasi 2 million 220 ming so'mga aylanadi. Bu uning umumiy daromadini sezilarli darajada oshiradi va uning mehnati e'tirof etilganini anglatadi. Misol 2 ishlamaydigan nafaqaxo'r Zuhra opa. Zuhra opa esa 2020 yilda pensiyaga chiqqan va undan keyin ish faoliyatini davom ettirmagan. Uning pensiyasi hozirda 2 million so'm. Eski tizimda uning pensiyasi har yil hukumat qaroriga ko'ra deylik. Takkeshil 10% ga oshirib borilar edi. Yangi tizimda yuqoridagi misoldagi kabi 11%lik indeksatsiya qo'llanilsa, 2026 yil ilk apreldan Zuhra opaning pensiyasi ilk takkeshil million so'mdan 1990 million so'mga ko'tariladi. Bu uning xarid qobiliyatini inflyatsiyadan himoya qilishga yordam beradi va pensiya miqdorining muntazam o'sishini ta'minlaydi. Zuhra opa uchun farq shundaki, endi bu oshirish qachon bo'larkin degan savolsiz. Aniq bir mexanizm asosida amalga oshadi. Misol uchun, aralash ish stajiga ega bo'lgan nafaqaxo'r Akmal aka. Akmal aka umrining bir qismini rasmiy ishda, bir qismini esa norasmiy sektorda ishlagan. Uning pensiyasi hozirda 5 million so'm. Norasmiy ish staji tufayli uning pensiyasi nisbatan kamroq. U pensiya chiqqandan so'ng qisman do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan. Ilgari uning pensiyasi ham xuddi Alisher akaning holatidagidek ishlayotganligi sababli indeksatsiyaga tushmasdi. Endi Akmal akaning pensiyasi ham umumiy qoidalar asosida masalan 1% ga indeksatsiya qilinadi va ilk 1 million so'mdan ilk yurti 1 million so'mga oshadi. Bu uning oilasi uchun qo'shimcha daromad bo'lib, norasmiy sektordagi ishi tufayli yuzaga kelgan ijtimoiy himoya bo'shlig'ini qisman qoplaydi. Shu bilan birga uning norasmiy ishi pensiya indeksatsiyasiga to'sqinlik qilmaydi. Chunki asosiy e'tibor pensiya oluvchi maqomiga va uning rasmiy ishga joylashganligiga qaratiladi. Bu uning umumiy moliyaviy barqarorligini oshiradi. Endi esa bu yangi tizimdagi ba'zi istisnolar, e'tibor berilishi lozim bo'lgan nozik jihatlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida gaplashamiz. Har qanday yangi qoida o'ziga xos murakkabliklarga ega bo'ladi. Birinchi muhim nuqta rasmiy ish joyi. Yangi indeksatsiyada tizimi asosan rasmiy ravishda band bo'lgan ishlayotgan nafaqaxo'rlarga qaratilgan. Agar siz norasmiy ravishda, ya'ni mehnat daftarchasiz yoki shartnomasiz ishlayotgan bo'lsangiz, bu indeksatsiya sizning pensiyangizga qanday ta'sir qilishini pensiya jamg'armasidan aniqlashtirishingiz kerak bo'ladi. Chunki pensiya jamg'armasi sizning ish stajingizni va daromadingizni rasmiy ma'lumotlar bazasi orqali ko'radi. Agar sizning ish joyingiz rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, siz ishlamaydigan nafaqaxo'r sifatida baholanishingiz va shunga mos ravishda indeksatsiya qilinishingiz mumkin. Bu norasmiy sektor uchun ham rasmiylashtirishni rag'batlantirish mexanizmi bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat bir nechta pensiyalar. Ba'zi fuqarolar bir vaqtning o'zida, masalan, yoshga doir pensiya va xizmatlari uchun maxsus pensiya olishlari mumkin. Bunday holatlarda indeksatsiya har bir pensiya turiga alohida qo'llanadimi yoki umumiy pensiya summasiga nisbatanmi? Bu qonunchilikda aniq belgilanishi shart. Agar alohida qo'llanilsa, har bir pensiya turining o'ziga xos indeksatsiya koeffitsiyentlari bo'lishi mumkin. Bu holatda pensiya jamg'armasi bilan maslahatlashish juda muhim. Uchinchi muhim nuansa nogironlik pensiyasi. Nogironlik pensiyalarining indeksatsiyasi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Ular faqat inflyatsiyaga bog'liq bo'lmasdan, balki nogironlik guruhiga qarab ham qo'shimcha imtiyozlar yoki
o'ziga xos oshirish mexanizmlariga ega bo'lishi mumkin. Misol uchun, I guruh nogironlariga maxsus ko'rsatkichlar asosida indeksatsiya qo'llanilishi mumkin. Bu holatda yangi qonun hujjatlarda nogironlik pensiyalariga oid alohida ballarga e'tibor berish lozim. 4-holat boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu turdagi pensiyalar odatda bolalarga yoki boquvchisining qaramog'ida bo'lgan shaxslarga tayinlanadi. Indeksatsiya bu pensiyalarning ham real qiymatini saqlab qoladi. Biroq agar pensiya oluvchi bola voyaga yetgandan so'ng o'qishni davom ettirsa yoki ishga kirsa, indeksatsiya mexanizmi o'zgarishi mumkinmi? Bu ham qonun hujjatlarida aniq aks ettirilishi kerak. Yana bir e'tiborli jihat hujjatlarni yangilash. Yangi tizimga o'tish davrida pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida ba'zi xatoliklar yoki eskirgan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Masalan, sizning ish joyingiz o'zgargan bo'lsa-da, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lishingiz mumkin. Bunday holatlarda pensiyaning to'g'ri hisoblanishi uchun barcha ma'lumotlaringizning pensiya jamg'armasi bazasida yangilanganligiga ishonch hosil qilishingiz zarur. Aks holda siz indeksatsiyadan to'liq foydalana olmasligingiz yoki hatto uning hisob-kitobida xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuni ham unutmaslik kerakki, yangi tizimning joriy etilishi bilan bog'liq dastlabki davrda ba'zi texnik nosozliklar yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Har qanday yangilik kabi bu ham moslashuv jarayonini talab qiladi. Shuning uchun pensiya jamg'armasi xodimlari bilan muloqotda bo'lish, barcha savollarga aniqlik kiritishga tayyor bo'lishingiz lozim. Ushbu ma'lumotlarga tayangan holda sizning harakatlaringiz qanday bo'lishi kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Birli, rasmiy ma'lumotlarni doimiy tekshiring. Eng avvalo 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasi bo'yicha Prezident farmoni yoki vazirlar mahkamasining qarori qabul qilinishini kuting. Bu hujjatlarda indeksatsiyaning aniq mexanizmi, muddatlari va koeffitsiyentlari belgilab beriladi. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini, masalan, pensiyangiz muntazam kuzatib boring. Shuningdek, hukumatning rasmiy axborot portallarini ham nazardan qochirmang. Bu sizga eng to'g'ri va ishonchli ma'lumotni olish imkonini beradi. Har doim esda tutingki, mish-mishlarga emas, balki rasmiy hujjatlarga tayanish kerak. Ikkinchi, hujjatlaringizni tartibga soling. Pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, mehnat daftarchangiz va ish joyingizdan olgan oxirgi ma'lumotnomangiz, agar ishlayotgan bo'lsangiz, kabi barcha asosiy hujjatlaringizni to'liq va tartibli holda saqlang. Agar siz rasmiy ravishda ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan sizning pensiya jamg'armasiga doimiy ravishda tegishli ma'lumotlarni, ish haqi, ish staji taqdim etib borishini talab qiling. Ba'zan pensiya jamg'armasi bazasida sizning stajingiz yoki ish haqingiz to'liq aks etmasligi mumkin. Bu esa pensiya hisob-kitobiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ma'lumotlarning aniqligi pensiyangizning to'g'ri indeksatsiya qilinishi uchun juda muhimdir. 30. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar kerak bo'lsa, agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, ish stajingiz bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bir nechta ish joyida ishlagan bo'lsangiz yoki norasmiy stajingiz bo'lsa, shuningdek, agar siz ishlayotgan nafaqaxo'r bo'lsangiz va indeksatsiyadan keyin pensiya miqdorida tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, o'zingiz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Telefon orqali emas. Shaxsan borib maslahat olish afzaldir. Mutaxassislardan o'zingizni qiziqtirgan savollarga aniq va tushunarli javob olishga harakat qiling. Murojaatingizni yozma ravishda ro'yxatdan o'tkazib, uning nusxasini o'zingizda saqlashingiz tavsiya etiladi. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda sizga yordam beradi. 4. Ariza yozish agar talab etilsa. Asterisk. Agar yangi qoidalar bo'yicha indeksatsiyadan o'tish uchun alohida ariza talab etilsa, pensiya jamg'armasi xodimidan uning namunasini oling. Arizani to'g'ri va to'liq to'ldirganingizga ishonch hosil qiling. Unda shaxsiy ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomangiz raqami va murojaat sababingiz aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Arizaning ikkinchi nusxasini ham tayyorlab, ro'yxatdan o'tkazilgan sanasi va imzosini qo'ydirib o'zingizda saqlang. Bu sizning murojaatingiz rasmiy ekanligini tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. 5. Asosiy vaziyatni kuzatib boring. Hukumatning bu boradagi kelgusi qarorlari va tushuntirishlarini diqqat bilan kuzatib boring. Ba'zi qoidalar va tartiblar vaqt o'tishi bilan aniqlashtirilishi yoki o'zgartirilishi mumkin. O'z navbatida bizning kanalimiz ham bu boradagi eng so'nggi yangiliklarni doimiy ravishda yoritib boradi. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib,
bildirishnomalarni yoqib qo'yishni unutmang. Aziz do'stlar, pensiya bu sizning uzoq yillik mehnatingiz, jonkuyarligingiz va o'tkir aql idrokingiz mevasi. Bu sizning keksalikdagi tayanchingiz, oilaviy byudjetingizning muhim qismi. Shuning uchun unga beparvo bo'lmang. Har bir o'zgarishni diqqat bilan o'rganing va o'z huquqlaringizni himoya qilishga tayyor bo'ling. 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasi yangi imkoniyatlar ochib, ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun moliyaviy barqarorlikni ta'minlashi kutilmoqda. Bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu mavzuda sizning qanday fikrlaringiz bor? Sizningcha yangi tizim qanchalik samarali bo'ladi? Qanday muammolarga duch kelishingiz mumkin deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Ularni o'qib, keyingi videolarimizda hisobga olamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 0. Bilim bu kuch, ayniqsa moliyaviy barqarorlik masalasida. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.